Niderlandiya poytaxtida go'sht va avtomobillar reklamasi taqiqlandi. Nega deysizmi? Hozir tushuntiramiz. Amsterdam go'sht hamda ishlab chiqarishda qazilma yoqilg'ilardan foydalaniladigan mahsulotlarning ommaviy reklamasini taqiqlagan dunyodagi birinchi poytaxtga aylandi. BBCning yozishicha, 1-maydan boshlab shahardagi jamoat joylarida bunday tovar va xizmatlar, jumladan burgerlar, avtomobillar, samolyot parvozlarini reklama qilish taqiqlandi. Endi reklama taxtalari, jamoat transporti va bekatlarda muzeylar, konsert reklamalari namoyish etilmoqda. Poytaxt ma'muriyati ushbu chora orqali issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga erishmoqchi. Shuningdek, aholi tomonidan go'sht iste'molini ham 2 baravar kamaytirish maqsad qilingan. Rasmiylar doimiy vizual targ'ibotdan voz kechish nafaqat kutilmagan xaridlarni kamaytirishi, balki arzon go'sht va qazilma yoqilg'i yordamidagi sayohatlar endilikda ustuvor turmush tarzi emasligiga ishora qilishini ta'kidlamoqda. Aytgancha, bu taqiq faqat mahalliy hokimiyatga tegishli reklama maydonchalariga taalluqli. U masalan bosma va raqamli ommaviy axborot vositalari, shuningdek xususiy do'konlar uchun amal qilmaydi.